Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Internet tarmoqlarida Shohrux Hamdamovning uylangan videosi va fotosuratlari tarqaldi. O'zbek tomoshabinlarga Saodat, Tuhmat girdobi va Baxt ovchisi kabi seriallardagi rollari bilan yaxshi tanish bo'lgan aktyor Shohrux Hamdamov bu yil 30 yoshni qarshi oldi. Shohrux Hamdamov Munisa Rizayevaning kliplarida ham suratga tushib, muxlislari e'tiborini qozongan. Ko'pchilik Shohrux Hamdamovni qachon uylanasiz deya savollar bilan ko'mib tashar edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va fotosuratlarda Shohrux Hamdamovning uylangan videosi tarqaldi. Instagram sahifasiga esa bir muxlisi "Biz to'yga bordik, to'y Qo'qonda bo'lib o'tdi" deb yozib qoldirdi. Bu qanchalik rost yoki yolg'onligi haqida bizda ma'lumot yo'q. Shohrux Hamdamov ham muxlislarining bergan savoliga javob bermagan. Agar Shohrux Hamdamov rostdan uylangan bo'lsa, biz kanalimiz nomidan baxt tilab qolamiz. Agar bu shunchaki klip syomkasi bo'lsa, tez orada oila qurib, baxtli hayot kechirishini tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.